Assalomu alaykum подписчиклар. Xudo sen navbatdagi mashinamiz bilan Nexia 3 bo'ladi yana. Kimda 1000 dollar bo'ladi bo'lmasa, xudo solsa kreditga chiqarib beramiz deb xotir. 3 yilga 3,5 million so'mdan do'stlar. Sparkdan zo'r bu. Shunga odamlar Nexia 3 oladi. Necha ming yurib turibdi? 160 ming kilometr yurib turibdi. Mashinamiz chotki sostoyida buni. Obchipkalarimiz zo'r qirchilib qolmagan. Kuzov 2019 ekan do'stlar. O'zi 18, 2019 dekabrda chiqqan. Oh. Mashinamiz lyuks konditsioner ishlab turibdi, magnitofonlari bor, mexanika, ikkinchi pozitsiya do'stlar. Dazatlar ham bor ekan. Üç yılga 3,5 milyon so'mdan chiqadi ekan do'stlar. 13 milyon so'm bilan xudasi chiqarib beradi. 12-13 milyon so'm bilan. Telefonlar, dedang telefonchi? 90dan 595 1100. Telefonda Telegram, WhatsApp bor. Tan narxini kelishib olarsa, o'zimiz telefonda telefon aytversin dedi. Kelishib chiqarib beramiz deyapti. Mashina avtositda turadi. Avtositga kelaverasizlar. Ondan keyin barter, avtokredit ozroq yetar etmasa qarashib ham turaman deyapti bemalol. Chikodan boshlab barter to'laymiz deydi. Matiz, Nexia farqi yo'q deydi. Ustansak teshkirtirib olaverasizlar. Xudo xolasa. Mana mashina ko'rinishlari chotki. Mashina tayin, metallari ham bor. Mana metallar. Metali bor. Televizorslar.